Suriyada o'zbekistonlik jangari o'ldirib ketildi. Suriyaning Idlib provinsiyasida o'zbekistonlik jangari o'ldirib ketildi. Bu haqda mahalliy manbalarga tayanib Siri Axir xabar berdi. Alfa tumanida noma'lum shaxslar o'zbekistonlik jangarining avtomobilini o'qqa tutgan. Oqibatda u voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhum Suriyadagi Hay'at Tahrir ash-Shom guruhiga kiruvchi qizil otryadlar tarkibida bo'lgan. 2024-yil noyabr oyi oxirida qurolli isyonchilar asosan XTSH jangchilari Suriya shimolida keng ko'lamli yurish boshlagan edi. Ular Idlib viloyati, Halab shahri, Hama va Xoms viloyatlari hududlarining bir qismini o'z nazoratiga olgan. Shundan so'ng poytaxt Damashqqa kirgan. Prezident Bashar Asad esa oilasi bilan Rossiyaga qochib ketgan. 2025-yilga kelib Hay'at Tahrir ash-Shom guruhi yetakchisi Ahmad al-Shara Suriyaning o'tish davri prezidenti deb e'lon qilingan. O'sha yili Suriya xavfsizlik kuchlari Idlib shahrida xorijliklar, jumladan o'zbekistonlik jangchilarga qarshi bir qator reydlar o'tkazgan. 2025-yil iyun oyida Abu Dujun al-O'zbeki taxallusi bilan tanilgan harbiy instruktor Ayyub qo'lga olingan. Uni Suriyaning xavfsizligi guruhi hibsga olib, noma'lum joyga olib ketgan. Avgust oyi oxirida Al-Qusur tumanidagi reyd natijasida yana bir o'zbekistonlik Islom al-O'zbeki ushlangan. Unga qarshi operatsiya jangarilarning joylashuvi haqidagi ma'lumotlar qo'lga kiritilgach amalga oshirilgan. Bundan tashqari Suriya xavfsizlik kuchlari 3-sentyabr kuni Idlib g'arbidagi Haram tumanida IShID hujayrasini yo'q qilgan. Qo'lga olinganlar orasida Iroq va O'zbekistondan kelgan jangarilar ham bo'lgan. Turkiyalik ayol Donald Trampni biologik otasi deb da'vo qilib, u bilan uchrashuv o'tkazishni so'radi. Turkiyada otasi AQSh prezidenti Donald Tramp ekanligini da'vo qilgan ayol u bilan uchrashuv tashkil etishni so'radi. Bu haqda Haber 7 portali xabar berdi. Turkiya fuqarosi Nejla O'zmen buning uchun AQSh elchixonasiga so'rov yuborgan. AQSh yetakchisi 7-8 iyun kunlari NATO sammiti munosabati bilan Turkiya poytaxtida bo'lishi kutilmoqda. Men xatni AQSh elchixonasi orqali yubordim, chunki men otam deb hisoblaydigan odam bilan uchrashmoqchiman, dedi O'zmen. U Tramp Turkiyada bo'lgan vaqtda u bilan shaxsan gaplashib olishdan umidvorligini aytdi. Nejla O'zmenning ushbu hikoyasi Turkiyada bir necha yil oldin ochiqlangan. 56 yoshli ayol 2021-yilda o'zining biologik otasi Tramp ekanligini da'vo qilib, otalikni aniqlash uchun sudga murojaat qilgan. O'zmenning so'zlariga ko'ra, onasi u tug'ilishidan oldin amerikalik tadbirkor bilan chet elda bo'lganida tanishganligini aytgan, biroq bu voqeani uzoq vaqt sir tutib kelgan. Ayol bir necha bor DNK ekspertizasi o'tkazilishini talab qilgan. U hech qanday moddiy maqsadlarni ko'zlamasligi, faqat o'zi kelib chiqishini aniqlash va Tramp bilan uchrashishni xohlaganini aytgan. Shu bilan birga ayol o'z da'volarini tasdiqlovchi hech qanday dalil taqdim etmagan. Trampning o'zi va uning vakillari bu bayonotlarga ommaviy ravishda munosabat bildirmagan. Turkiya sudlari esa O'zmen versiyasini tasdiqlovchi biror qaror qabul qilmagan. Putin Rossiyada benzin zaxiralari 1,7 million tonna ekanligini aytdi, biroq ishlab chiqarish pasaymoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi benzin zaxiralari hozirda 1,7 million tonnani tashkil etayotganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS axborot agentligi xabar berdi. Putinning aytishicha, Rossiya energetika vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, mavjud benzin zaxiralari o'tgan yilning shu davridagi ko'rsatkichlarga deyarli teng. Energetika vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda benzin zaxiralari 1,7 million tonnani tashkil etmoqda. Bu o'tgan yilning shu davridagi darajaga deyarli mos keladi. Pasayish juda kam, atigi 4%, deydi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya yonilg'i zaxiralaridan foydalanishni boshlagan bo'lsa-da, benzin hajmi o'tgan yilgi darajada saqlanib qolmoqda. Rossiya rahbari ichki bozorga avval shakllantirilgan yonilg'i zaxiralari chiqarilganligini ham ta'kidladi. Bundan avval Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash tashqi bosimga munosib javob bo'lishi kerakligini aytgan edi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga nisbatan misli ko'rilmagan iqtisodiy bosim mamlakat oldida turgan asosiy chaqiriqlardan biri hisoblanadi. Avvalroq Rossiya hukumati ichki yonilg'i bozorini barqarorlashtirish uchun dizel eksportiga to'liq taqiq qo'yishni rejalashtirgan edi. Bunga Ukrainaning neftni qayta ishlash zavodlari va ta'minot tarmoqlariga bergan zarbalari sabab bo'lmoqda.
Ukraina shu bahorda Kremlni yuqori neft narxidan keladigan daromaddan mahrum qilish uchun zavodlarga hujumlarni kuchaytirdi. Dron zarbalari Rossiya benzin ishlab chiqarishining katta qismini ta'minlaydigan korxonalarda ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ydi yoki kamaytirdi. O'tgan haftada soha manbalari Reuters agentligiga Rossiya iyun oyida taqchillik tufayli Osiyodan dengiz orqali yonilg'i import qilishini ma'lum qildi. Agentlikning bildirishicha, Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi 2025-yilning iyun oyidagi o'rtacha ko'rsatkichiga nisbatan 25% ga kamaygan.